Qizlarjonim, bugun sizlarga to'g'ri tonalli krem surtishni o'rgataman va mana shunaqa yoqki makiyaj qilishni ham o'rganib olasizlar. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Birinchi o'rinda sochlarimizni yig'ishtirib olamiz. Ko'pchilikning xatosi tonalli kremni yuzga birdaniga surtish. Birinchi yuzimizni makiyajga tayyorlab olamiz. Ba'zi yo'kida svirtka surtamiz. Men Madeli brendining svirtkasini surtib oldim. Agarda sizlarning ham yuzinglar meni yuzimga o'xshab o'ta quruq bo'ladigan bo'lsa, namlantiruvchi krem surtib olasizlar. Men Madeli brendining namlantiruvchi kremini surtdim. Men juda ham ko'p brendlar namlantiruvchi kremlarini ishlatganman, lekin bu brend namlantiruvchi kremi tonalkalarni yaxshi yotishga yordam berar ekan. Oxirgi vaqt yuzim xiralashib qolganida bu brendni boshqa hududiy kosmetikalarni ishlatib bir hafta ichida yuzim tiniqlashib qoldi. Mana endi tonalli kremlarimizni surtib olamiz. Sponjilar har doim toza va nam holatda bo'lishi kerak. Mana shu joyga ahamiyatliroq bo'linglar. Sponjni yuzingizga qattiqroq urib, tonalkani yotqizishingiz kerak. Mana shunaqa darajada silliq bo'lib turadi keyin. Yuzimizga lyoqqa makiyaj qilib olamiz. Yuzimizni oson ko'rinish uchun men ko'rsatgan zonalarga kontur chizib olamiz. Burninglarga ham albatta chizinglar. Burninglar chiroyli uzun bo'lib ko'rinadi. Va yanoqchalarimizga rumyani surtib olamiz. Qoshimda shunaqa korechneviy qalam bilan bo'yab oldim. Endi ko'zimizga strelka chizib olamiz. Men qalamda chizishni yaxshi ko'raman. Bittada o'xshab chiqadi qalamda chizsanglar. Makiyajim sal noodatiyroq chiqishi uchun ko'zimni tagiga ham shunaqa qilib chizib oldim. Ko'zimni chetiga highlighter surtib, kiprigim bilan labimni ham bu orada bo'yab oldim. Oxirgi finish tonalkamiz yig'ilib qolmasligi uchun Madeli brendining spreyini yaxshilab sevib oldim. Mana makiyajim ham tayyor bo'ldi. Makiyajga birdan 10 gacha baho berib ketinglar va bu videoni tonalkani umuman surtishni bilmaydigan o'rtog'inglarga jo'natib qo'yinglar.